Assalomu alaykum, hurmatli bizni tomosha qiluvchilar, yurtdoshlar. Bugun biz ajoyib bir tabiat mo'jizasi haqida sizga hikoya qilmoqchimiz. Albatta, bugun 2025-yilning oktyabr oyining 4-sanasi. Lekin ko'rib turganlaringizdek, bu yerda xuddi erta bahorda gullaydigan dek mana olma daraxti qiyg'os gullagan va chiroyli bir manzarani kasb etib turibdi. Albatta bugun biz bu daraxtni gullagani, daraxtning mana shunaqa bir chiroyli bo'lib, bir o'zini atrofga go'zallik taratayotganligini maqtamoqchi emasmiz. Chunki bu tabiat ishi. Har bir narsani o'z vaqtida bo'lgani yaxshi. Havo haroratining yildan yilga o'zgarib borayotganligi, dunyo miqyosida iqlim o'zgarishi tufayli ham mana shunaqa mo'jizalar ro'y beryapti. Denov tumanidagi mana shu Yurtchi degan qo'rg'on bor. Mana shu qo'rg'onda eski 7-hunar texnika bilim yurti bo'lardi. Men ham mana shu dargohda ishlaganman. Bugun mana shu atrofda zeb berib turgan barcha daraxtlar singari bu daraxt ham albatta o'zini mevasini bergan, meva berib bo'lgandan keyin mana ko'rib turganlaringizdek oppoq bo'lib qiyg'os gullagan va o'zining atrofga go'zalligini taratib turibdi. Bu bilasizlarmi? Nimani dalolatda bugungi kunda nafaqat mana shu iqlim o'zgarib, ob-havoning keskin bo'lib ketganligi, o'zgarib ketganligi, balkim mana shu bahorning nafasi sezilib turganligidan dalolat beradi. Bugun daraxtlardagi mana shu turli xil mo'jizalarni, turli xil o'zgarishlarni, mana shu asal arilarning bol to'plash ilinjida guldan gulga qo'nib yurganligini ko'rib, go'yoki mana shu Surxondaryoda bahor kelganga o'xshab ko'rinyapti. Bugun mana shunaqa sizlarni bahramand qilgani, umuman olganda mana shu tabiat mo'jizasidan sizlarni ham bahramand etmoq istadim. Bugun mana shu daraxt haqida, umuman olganda tabiat mo'jizasi haqida hikoya qilmoqchi bo'ldik. Endi oktyabr oyida mana havo haroratining hozir 25-30 daraja issiq bo'lib ketganligi ham balkim daraxtlarga ana shunday bir qanaqadir hal ta'sir qilgandir. Bu ijobiy xislat emas, lekin baribir biz odamzod hamisha go'zallikka intilamiz yoki bo'lmasam o'sha mo'jizalarga harakat qilamiz, mo'jizalarni tomosha qilishga. Bugun ana shunday mo'jizalarning birini sizlarning e'tiborlaringizga ham havola qilib ko'rsatmoqchi bo'ldik va mana shu mo'jizani tomosha qilib ulardan zavq olishga chorladik sizlarni. Agar imkoniyat bo'lsa, mana shu Denov tumanidagi Yurtchi qo'rg'onidagi hozirgi mana shu kasb hunar maktabi dargohiga kelib tomosha qilib zavq olishlaringiz, o'zlaringizni mana shu go'zallikdan bahra olishlaringizni ham istab qolardik. Albatta bunaqa voqealar Termiz tumanida, balkim shu Surxondaryo viloyatining janubiy tumanlarida bundan ham ko'pdir. Balkim boshqa daraxtlar ham mana shunaqa nima deydi, tabiat mo'jizalarini atrofga taratayotgan bo'lishi mumkin. Albatta kimdir atrofga qarab diqqat bilan e'tibor qilsa mana shunaqa mo'jizalarni ko'radi deb o'ylaymiz. Bugun mana shu lavhamizni, reportajimizni mana shu joyda yakunlaymiz. Albatta hali uzoq yillar davomida mana shu mo'jizalar, turli xil mo'jizalar bo'ladi. Chunki yildan yilga dunyo miqyosida iqlim o'zgarishi mana shu nima deydi, daraxtlarga va odamlarga ham ta'sir qilayotganligi haqida xabardorsiz. Biz sizlarni mana shunaqa mo'jizalardan xabardor qilib turamiz. Jo'raqul Tursunov, Omon Abduhalimov, Surxondaryo.